Ha, başlarsın. Gol oldu ha. Assalomu alaykum hurmatli Siddo'z kanali obunachilari, qadrdonlar, ro'za Ramazon oylari hammalaringga muborak bo'lsin. Tutayotgan ro'zalaring iloyim Alloh dargohida qabul qilsin. Qadrdonlar, biz hozir Shahrixonga yetib kelganmiz. Ko'rib turganingizdek, ya'ni tomga konteyner materialdan foydalanib tomlarni yopib berishyapti. Ya'ni bu tayyor tom yangiligi bo'ladi. Ko'rib turganingiz uzunasiga 22 metr ekan, eniga 9 metr ekan. Ikkinchi etaj bo'lar ekan, ba'd sport zal qilishar ekan, xudo xolasa. Tomlarini tunikadan yopib berishar ekan. Endi hozir videoga chiqishi uchun tunikasini yopib berishmabdi. Xudo xolasa videoda oxirigacha ko'rsalaring, nech pulga bo'lgan hamma barcha ma'lumotlarni beramiz. Xudo xolasa xizmatlar O'zbekiston bo'ylab bor. Yana bitta ma'lumot aytadigan bo'lsam, bonuslari ham bor ekan. Bonuslar nima desalaring, agar Siddo'z kanalidan chiqyapman, Siddo'z kanalidan oldim desalaring, mana shu tomini tunikasini yopib berishadi. O'zida 1 kvadrat metrini 30 ming so'mdan yopishyapti ekan, mana shu 2 aktligini. Mani nomimdan chiqsalaring, shuni bepul qilib berishadi, xudo xolasa. Qadrdonlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Endi yana bitta gapda, misol uchun taxtadan yopgan yaxshimi yoki profildan yopgan yaxshimi yoki konteyner materialdan yopgan yaxshimi? Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada fikrlarini qoldiringlar albatta. Bundan tashqari bizning kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, shunaqangi ishlab chiqarishlardan birinchilardan ko'rib borasizlar, xudo xolasa. Akalarimizning xizmatlari O'zbekiston bo'ylab bor. To'liq ma'lumotni Islom aka bilan olasiz. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Rahmat. Xo'p, aka, uzunligini aytdim, 22 metr. Eniga 9 metr. Hozir bu rostdan pasta tayyor qilib turib, shu kiranda qo'yib qo'yganmiz. Pasta tayyorlaganmiz. Bu firmani 22 ga 9 joyimizni. Kiranda 2 ga bo'lib olganmiz buni. Tepada qatirib olganmiz. Ha, 2 ga bo'lib olingan. Ya'ni 11 metrdan olib turib, shunaqa. Keyin sesma poyezdlarga qatirib qo'yilgan. Sesma poyezdga qatirilgan. Armatura chiqarib ketilgan har 1 metrga. O'shinga qatirilgan. Zo'r, zo'r. Aka, endi bitta narsada, misol bu 2 akslikmi hozir bu? Ha, X katli tomimiz. Ha, 2 akslik deb, X katli deyiladi. X katli deyiladi. Ya'ni suvi 2 yoqqa ketadigandan bo'lgan. Ketadigan bo'lgan. Hali qishloqcha qilib aytadigan bo'lsa, zo'r. Endi aka, taxtadan qurgan yaxshimi, profildan qurgan yaxshimi, konteynerdan qurgan yaxshimi? Qaysi biri arzon tushadi? Keyin baquvvat ham bo'lish kerak-da. Faqat arzon bo'lish kerak emas, baquvvat ham bo'lish kerak. Yog'ochdan ko'ra jicha qimmatroq. Bozor profildancha arzonroq, sifatliroq konteyner materialimiz aka. Hozir aka 22 ga 9 2 aktligi X katligi nech pulga tayyor bo'lgan? Mana shu joyimiz 48 millionga tayyor bo'lgan. 48 million so'mga tayyor. X kati 48 millionga tayyor bo'lgan. Agar shu holatda bir skat bo'lsa, 30 millionga tayyor bo'ladi. 30 million so'm. 30 million. Ya'ni 18 million so'm farqi bor. Farqi bor. Xo'p. Endi yana hozir biz boshqa temir moddalariga bir taqqoslab ko'ramiz-da. Misol uchun profildan bo'lsa nech pul bo'lardi? Mana shu 22 ga 9 joy. X skat bo'lsa 80 millionga tayyor bo'ladi bozor temirdan. Agar bir skat bo'lsa 45 million 50 million atrofida tayyor bo'ladi. Qimmat tushib ketar ekan. Qimmat tushib ketadi, shunaqa. Qimmat tushib ketar ekan. Uni kraskasi, boshqasi. Yo'q, yana buni profilni o'zi xizmati ham alohida bo'lsa kerak. Alohida bo'ladi. Videogas profilda beradi. Xizmati metriga 6 ming 7 ming so'mdan bo'ladi. Mustahaqqa metriga. Undan ko'ra mana bu profil yaxshi-da, to'g'rimi? Yaxshiroq, ha. Konteyner material yaxshi. Hamma yo'q ichida xizmat haqi, usta haqi, hamma yo'q bitta dogovor bo'ladi. Hamma yo'q o'zimizdan shu yotoq joy bilan, oziq-ovqat bilan ta'minlasa, hamma yo'q bitkazib tayyor qilib ketamiz. Balgarka tosh, svarka, hamma narsa, balgarka tosh, svarka apparat, elektrod hamma yo'q o'zimizdan. Material hamma yo'q o'zingizdan bo'ladi. Hamma yo'q o'zimizdan bo'ladi. Endi bu hozir pasta tayyorlasiz, kirani olib berishadimi sizga? Kirani pulini to'lash kerakmi, o'zingiz qilasizmi? Bu dogovorga qarab bo'ladi aka. Dogovorga qarab. Ba'zi joyda o'zlari dogovorlashib o'zimiz, farqi yo'q. Zo'r. Zo'r aka. Hozir rostdan ham hozir haqiqatda qadrdonlar o'zlaringiz bitta o'ylab ko'ringlar-da. Profildan bo'ladigan bo'lsa 80 million so'm. Teng yarimi bo'lyapti pashti. 48 million so'mga mana shu holatda qilib berilgan ekan. Keyin bundan tashqari buni boshqa joyga ko'chirsa ham bo'lsa kerak aka. Shu holatda shu razmerda ko'chirsa bo'ladi. Shu razmerda joyi bo'ladigan bo'lsa, yana ko'chirilaveradi. Yana shunday ko'chirsa bo'ladi albatta. Zo'r. Endi bu hozir o'ttasidan osilsa, nechta so'mga ko'taradi deb o'ylaysiz aka? Ishingizga qanchalar javob berasiz aka? Endi lombozni 10 sm, 15 sm ko'taradi. Endi bir joyga bir manaqa tonna deb osilib ko'rmaganmiz bunga. Masalan, 3 ta 4 ta odam bitta joyga osilsa ko'taradi. Bu firmamiz. 15 sm, 10 sm ga lomboz ko'taradi. Ko'taraveradi. Ko'taraveradi. Ishonchli, garantiya bormi demoqchiman. Garantiya bor aka. Hozir ko'pchilik misol uchun ikkinchi etajda uyini ham yopgani ham qilyapti, misol uchun odam yashaydigan joy, molxonasiga ham qilyapti, sun'iy stadion, arkalar, har xil joylar qilishyapti. To'g'rimi aka? To'g'ri. Zo'r. Hozir endi bu narx nech puldan bo'lyapti endi? Bir pagonometri deymizmi yoki kvadrati? Kvadrati
150 ming so'mdan 250 ming so'mgacha 150 ming so'mdan. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Xo'p, hozir mana shu holatdagi nechi puldan bo'lgan metri? Bunisi 200 ming so'mdan tayyor bo'lgan. 200 ming so'm. Kvadratiga. Hozir aka qarang, 200 ming so'mdan bo'lsa, mana shunaqa istikatli bo'lsa, Aha. kraskasini ham qilib berasiz. Kraskasini olib beradi, sepib berish Bepul. bo'ynimizda, bepul. Tunikasini olib berish, tunikasini ham qatirib berasiz. Qatar beramiz. 200 ming so'mning ichida. 200 ming so'm. Material ichida. Material ichida. Xomashyo hammasi Hamma ichida. yo'q o'zimizda. Mashalloh, qadrdonlar, o'ta arzon tushyapti. Faqat katta ishlar qilasizmi yo bir 15 metrli ishlar ham bo'lsa qilaverasizmi aka? Katta ish, mayda ish kelishsak farqi yo'q. Hamma ishni qilinaveradi, ha. Xizmatlar qatgacha. Kontrakt materialidan bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab, Qirg'iziston, Tojikistonga ham kelishgan holda chiqib qilib beraveramiz. Qilib berilaveradi, Qilib xudo berilaveradi. xolasa. Zo'r aka. Endi hozir sun'iy stadionda standart razmeri necha bo'ladi? 148 ga necha ham bo'ladi shunaqa? 22 ga 48. 22 ga 48 bo'ladi, 22 ga 48 standart. bo'ladi. Nechga tayyor bo'ladi? Aytilamiz summasini? Summasi 550 millionga hamma yo'q ichida tayyor bo'ladi. 550 millionga Hamma narsasi patkulich. Kalitini topshiramiz. patkulich bo'ladi. Patkulich bo'ladi. Chimi ham ichida? Chimi ham ichida bo'ladi. Atrofida tunikasi bor, Tunika, xizmati, tunika. Hamma yo'q ichida bo'ladi. hamma yo'q ichida. Patkulich. Patkulich bo'ladi. Patkulich deganda qadrdonlar bitta quruq yerni bersalaring, to'g'rimi? Fundament qurilgan bo'lishi kerak. Metpsoylar tashalgan bo'lsa, ustidan chimin tashab ko'tarib berasiz. Ko'tarib beramiz. Shu. Shu. Zo'r. Hozir o'sha narsa profildan bo'lsa necha bo'ladi? Profildan bo'lsa 1 milliard. 1 milliard. 1 milliard. Teng yarimiga bo'ladi-da. 1,5 bo'ladi. Voy, mashalloh, zo'r. Aka, O'zbekiston bo'yicha xizmat bo'lsa, juda ham zo'r. Buni adashmasam, oldilarini ham bitta ko'rsating-da. Oldilarini ham o figura qilibsiz-ku aka. Shu naqd ichida bo'lgan figuralari ham. Figuralar shu naqd ichida bo'lgan. Bu ya'ni bu arkalar chiqarib qo'yibsiz. Arkalar chiqarib qo'yib, Arkalar chiqarib, to'qib, qaranglar, qadrdonlar, shuncha narsa ketganda, batga. Eng arzoni nech puldan aka? Endi misolchalik, bir skatligi. bir skatlikni 130 ming so'm, 140 ming so'mligi ham bor. Endi uyda egasi bilan kelishgan holda buni biz orasini masalan 1 metrga tashlab bersak 150 ming so'mdan, 120 tashlasak shunga qarab o'zgaraveradi. O'zgaraveradi. Masalan, lomboz qilmayman, shu holatda qilib bering. 130, 150 oralig'i ham bo'laveradi degan odamlarga undan ham arzon 120 ming so'mdan ham qilib beraveramiz. Bir skatli Bir bo'lsa. skatli bo'lsa, Ikki skatli bo'lsa 200 mingdan boshlanadi. boshlanadi. Zo'r. Plus tunikasi ham qatirilib bersa, hamma yo'qni qilib bersa, zo'r lekin. Hozir bozorda misol uchun hali to'sin olsangiz, reyka olsangiz, strapil olasiz, usta xizmati alohida 35 ming, 40 mingdan ustunlarni yopishadi. Tomini plus 35 ming, 40 mingdan yopishadi. Ag'bag'i 75 mingdan usta haqqi bo'lsa, plus shiprlarini ol, boshqa qimmat tushib ketar ekan. Qimmat tushib ketadi. Qadrdonlar hozir juda ham kontrakt materialda nimasi ko'payib ishlatayotgan odamlar ko'payib ketdi. Chunki narxi arzon, sifati yaxshi, baquvvat. Xudo xolasa kimga xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda akamizni Islom aka ismlari, Telegramdan, WhatsAppdan primo telefon qilib narx-navo surishtirasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib berishadi. Xursand qilishadi albatta, rozi qilib ketishadi xudo xolasa. Siz chiqdimsizlaring, shunaqangi tomini, tunikasini bepul yopib berishadi aka. Xudo xolasa. Aloqaga chiqaverasizlar.